Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Fizikadan mo'jazlashtirilgan nazariy darslarni davom ettiramiz. Demak, bizni quyidagi ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borishingiz mumkin. Fizika darslar, mock testlar, attestatsiya bo'limlari, Instagram, YouTube, Telegram orqali, qolaversa test platformamiz, veb-saytimiz haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Demak, bugungi mavzuning nazariy qismiga e'tibor qaratamiz. Yangi mavzumizda tekis o'zgaruvchan harakat va formulalariga to'xtalamiz. Yo'l formulalari. O'zgaruvchan harakat ikki turga bo'linadi. Tekis o'zgaruvchan harakat hamda notekis o'zgaruvchan harakat turlariga bo'linadi. Biz bugun tekis o'zgaruvchan harakat haqida gaplashamiz. Tekis o'zgaruvchan harakat bo'lishi uchun tezlanish o'zgarmasligi kerak. Notekis o'zgaruvchan harakat haqida to'xtalmay turamiz. Tekis o'zgaruvchan harakatni o'z ikki turga bo'linadi. Sekinlanuvchan harakat hamda tezlanuvchan harakat. Tezlanuvchan harakatda tezlik ortishi kerak, sekinlanuvchan harakatda tezlik kamayishi kerak. Demak, tekis o'zgaruvchan harakat qilish sharti tezligi bir xilda ortishi kerak yoki tezligi bir xilda kamayishi kerak. Tezlanishni qoidasini takrorlab olamiz. Tezlanish deb vaqt birligida tezlikning o'zgarishiga tezlanish deyiladi. Demak, t1 bo'lganda a delta v ga teng bo'lyapti. Vaqt birligida tezlikning o'zgarishiga, tezlikning o'zgarishi. Demak, qanday topamiz desa, tezlikning o'zgarishini keyingi tezlikdan dastlabki tezlikni ayiramiz. Demak, tezlanishning birligi metr taqsim sekund kvadrat, vektor kattalik. Vektor kattalik deganini bilamiz, yo'nalishga ega. Vaqt skalar kattalik, tezlik, boshlang'ich tezlik. Bular hammasi vektor kattalik hisoblanadi. Demak, e'tibor qaratamiz belgilanishlariga. Mana belgilari: tezlanish vektor kattalik, tezlik o'zgarishi vektor kattalik, boshlang'ich tezlik vektor kattalik, oniy tezlik degani shu ondagi tezlik yoki keyingi tezlik hisoblanadi, vektor kattalik. Vaqt skalar kattalik, yo'l skalar kattalik, ko'chish bo'lsa vektor kattalik bo'ladi va ularning birliklari keltirilgan. Demak, tekis tezlanuvchan harakatga qaraymiz. Tekis tezlanuvchan harakat qilishning asosiy sharti tezlanish o'zgarmasa, bu tekis degan ma'noni bildiradi. Tekis tezlanuvchan degani tezligi ortishi kerak degani. Demak, tezlanish formulasi delta v taqsim t yoki v minus v0 taqsim t bo'ladi. Shu yerdan v ni topsak, formulamiz v0 plus at ko'rinishida bo'ladi. Agar jism boshlang'ich tezligi 0 bo'ladigan bo'lsa, a ni formulasi v taqsim t bo'ladi. V ni formulasi esa v teng at bo'ladi. Mashina tinch holatdan yoki jism tinch holatdan harakat boshladi deganda shu formulalar o'rinli bo'ladi. O'rtacha tezligini topish uchun dastlabki tezligiga keyingi tezligini qo'shib 2 ga bo'lamiz. V ni o'rniga mana buni olib kelib qo'yib soddalashtiradigan bo'lsak, o'rtacha tezlikning formulasi o'zgaradi. V0 plus at taqsim 2 ko'rinishda bo'ladi. Demak, yo'l formulalariga to'xtalamiz. Demak, birinchi formula o'zgarmaydi. V o'rtacha ko'paygan t bo'ladi. V o'rtachani o'rniga mana bu tenglikni qo'yadigan bo'lsak, bizda ikkinchi formula hosil bo'ladi. S teng V0 plus V taqsim 2 ko'paygan t bo'ladi. Yoki V o'rtachani o'rniga buni olib borib qo'yadigan bo'lsa, ikkinchi formulasini, yo'lni uchinchi formulasi S teng V0 plus at kvadrat taqsim 2 tenglamaga ega bo'lamiz. Agar jismning boshlang'ich tezligi 0 bo'lsa, tinch holatdan harakat boshlasa, formulaning ko'rinishi o'zgaradi. S teng Vt taqsim 2 bo'ladi yoki S teng At kvadrat taqsim 2 ko'rinishda keladi. Mana bu yo'lning to'rtinchi formulasi v kvadrat minus v0 ning kvadrat taqsim 2 formulaning kelib chiqishini o'ylab ko'rasizlar. Bu sizlarga topshiriq bo'ladi. Qanday hosil qilingani, o'zi shu formulalardan kombinatsiya qilsak, formula kelib chiqadi. Buni qanday kelib chiqqani sizlarga mustaqil topshiriq sifatida beriladi. Agar boshlang'ich tezligi 0 bo'lsa, v kvadrat taqsim 2a bo'ladi formulaning ko'rinishi. Sekinlanuvchan harakatda ham shu formulalar o'rinli bo'ladi, faqat sekinlanuvchanda o'rta minusligi bo'ladi. Jism borib to'xtasa, oxirgi tezlik 0 bo'ladi. U holda v0 a ko'paygan t ga teng bo'ladi. O'rtacha tezlik v0 plus v taqsim 2 bo'ladi yoki v0 minus at taqsim 2 bo'ladi. Yo'lning birinchi va ikkinchi formulalari o'zgarmaydi. Uchinchi formulamiz o'rta minusligi bo'ladi. To'rtinchi formulada v dan emas, v0 dan ayiramiz. Formulada v0 kvadrat minus v kvadrat taqsim 2a bo'ladi. Agar jism borib to'xtasa, oxirgi tezligi 0 bo'lsa, uni to'xtash vaqtini qanday topamiz desa, to'xtash vaqtini topish uchun o'sha boshlang'ich tezligini tezlanishga bo'lsak, to'xtash vaqti kelib chiqadi. To'xtash vaqti davomida bosib o'tgan yo'li esa S teng V0 kvadrat taqsim 2a formula orqali topiladi.
Agar tezlanish noldan katta bo'lsa, bu tezlanuvchan harakat bo'ladi. Tezlanish nolga teng bo'lsa, tekis harakat bo'ladi. Tezlanish noldan kichik bo'lsa va qiymati o'zgarmasa, tezlanishning qiymati, bu tekislanuvchan harakat bo'ladi. Demak, eslab qolishimiz kerak, biz hozir tekis o'zgaruvchan harakatni o'rganyapmiz. Tekis o'zgaruvchan harakat qilish sharti tezlanish doimiy bo'lishi kerak. Tezlik ortishi kerak yoki kamayishi kerak. Keyingi qismga e'tibor qaratamiz. Navbatdagi qismda, demak, yuqoridagi to'rtta asosiy formula qachon ishlatiladi degan savolga javob beraman. O'sha to'rtta asosiy yo'l formulalari masalani shartida aytadi. Jismning 4 sekundda yoki 5 sekundda yurgan yo'lini toping deganda o'sha to'rtta formuladan berilganga qarab qo'llaymiz. Lekin ammo biroq degan narsa bor. Qanday bo'ladi? Masalan, jism mana bu yerda 4 sekund harakatlandi. Bizga uning 4 sekundda yurgan yo'li kerak. Uni qanday topamiz? Jismning 4 sekundda yurgan yo'lidan 3 sekundda yurgan yo'lini ayiraman. Mana bu oraliqda 4-sekundda yurgan yo'li kelib chiqadi. Ya'ni 4-sekunddagi yo'li kelib chiqadi. Nimaga yo'li hammasi har xil desa, chunki jism tezlanuvchan harakat qilyapti. Har bir vaqt oralig'ida uni yurgan yo'li har xil bo'ladi. Demak, mana t ni o'rniga bir marta 4 qo'yaman, bir marta 3 qo'yaman. Hamda yo'lni asosiy formulasi v0 plus minus at kvadrat taqsim 2 ga qo'yib hisoblab ayirsam, shu oraliqdagi masofa, ya'ni 4-sekundda o'zida yurgan yo'li kelib chiqadi. Biz shuni formulasini arifmetik progressiya yordamida hosil qilyapmiz. Demak, n sekund mana chiziqcha bilan yozilyapti. Inchi, mana bu chiziqcha inchi ma'nosida birinchi, ikkinchi, uchinchi sekundda yurgan yo'lini toping deganda shu formuladan foydalanamiz. Demak, asosiy formulamiz mana v0 plus minus a taqsim 2 2n minus 1 n sekundda yo'l formulasi hisoblanadi. Demak, tezlanuvchan harakatda o'rta plyusligi bo'ladi. E'tibor qaratamiz. Demak, v0 plus a taqsim 2 2n minus 1 bo'ladi. Agar boshlang'ich tezligi 0 bo'lsa, boshlang'ich tezlik 0 bo'lsa, v0 taqsim v0 0 bo'ladi. Formulamiz esa a taqsim 2 2n minus 1 ko'rinishida bo'ladi. Sekinlanuvchan harakatda esa o'rta minusligi bo'ladi. Keyingi qismga e'tibor qaratamiz. Navbatdagi qismda koordinata tenglamasi. Koordinata tenglamasi nima degan savolga javob bersak, masalan, jism dastlab birinchi koordinata edi, keyin 5-koordinataga keldi. 1 degan nuqtadan 5 degan nuqtaga kelgan bo'lsa, oraliqda 4 metr masofa yurayapti. Matematik formulasi x minus x 0 bo'lsa, endi shu yerda jism qandaydir boshlang'ich tezlik va tezlanish bilan t vaqt davomida harakatlangan bo'lsa, fizik formulasi v0 plus minus at kvadrat taqsim 2 bo'ladi. U tezlanuvchan harakat qilgan bo'lishi ham mumkin, sekinlanuvchan harakat qilgan bo'lishi ham mumkin. Ikkalasini tenglashtirsak, bizda koordinata tenglamasini umumiy ko'rinishi kelib chiqyapti. Mana umumiy ko'rinishi bu koordinata tenglamasi hisoblanadi. X teng x0 plus minus v0 at plus minus at kvadrat taqsim 2. Demak, tezlanishda oldi plus bo'lsa, plus ishorada olingan bo'lsa, bu tezlanuvchan harakatda koordinata tenglamasi bo'ladi. Agar tezlanishda oldi minus ishorada olingan bo'lsa, bu sekinlanuvchan harakatda koordinata tenglamasi bo'ladi. Agar x0 berilmasa, x0 ni o'rniga 0 qo'yib ketaveramiz. Demak, bu koordinata tenglamasi edi. Keyingi qismga e'tibor qaratamiz. Navbatdagi qismda endi grafiklarga to'xtalamiz. Grafiklarda mana bu vertikalda kim turgan bo'lsa, o'sha aytiladi. Bizda hozir koordinataning vaqtga bog'liqlik grafiki deyilyapti. Demak, koordinata bo'lsa, mana bu yerda masofa keladi, bu yerda vaqt keladi grafikida. Demak, koordinata grafiki tenglamasi x teng x0 plus v0 plus at kvadrat taqsim 2 bo'lgani uchun bu kvadrat funksiyani grafiki paraboladan iborat bo'ladi. Endi mana bu yerda yo'l grafiki kelyapti, s metrda, mana bu yerda t keladi sekundda. Demak, yo'lning formulasi s teng v0 t plus a taqsim 2 t kvadrat bo'lgani uchun buni endi o'xshatish analogiya qilamiz. Kimda matematikasi yaxshi bo'lsa, o'sha matematiklar yaxshi tushunadi. Demak, y teng yozamiz bx plusdan ax kvadrat bo'lsa, bu kvadrat funksiya bo'ladi. Kvadrat funksiyaning grafiki paraboladan iborat bo'ladi. Shoxlari yuqoriga qaraydi, xuddi shunday bo'lyapti. Endi bunga urinma o'tkazadigan bo'lsak, mana bu qism qandaydir s ni beradi. Shu vaqt oralig'ida sarflangan vaqtni t desak, mana burchak alfa bo'ladi, tangens alfa.
Demak, tangens alfani qanday qo'llaymiz desa, tangens alfamiz s taqsim t ga teng bo'ladi. S taqsim t'miz esa v ga teng bo'ladi. Asosiy qoidalardan biri mana, demak, yo'l grafikida burchak tangensi tezlikka teng degan qoida ishlaydi. Demak, bu tekis tezlanuvchan harakatda yo'l grafigi edi. Endi sekinlanuvchan harakatda s teng v0 ko'paygan t minus a taqsim 2t kvadrat formulani grafigi bo'ladi. Bu ham kvadrat funksiya. Endi yana shu matematikani yaxshi tushungani uchun, kvadrat funksiya mavzularini yaxshi tushungani uchun savol tug'iladi ularda. Nimaga ani oldi manfiy bo'lsa, parabola shoxlari pastga qarashi kerak-ku degan savol tug'iladi. To'g'ri, parabola shoxlari pastga qarash kerak, lekin yo'l sekinlanuvchan yo'l manfiy bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun grafigi mana bunday ilzosli x funksiyaning grafiga o'xshash bo'ladi. Bu sekinlanuvchan harakatda yo'l grafigi hisoblanadi. Keyingi qismga e'tibor qaratamiz. Navbatdagi qismda, demak, tekis tezlanuvchan harakatda tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigi kelyapti. Demak, mana bu yerda tezlik bo'lsa metr taqsim sekund bo'ladi. Mana bu yerda t kelyapti sekund. Jismning boshlang'ich tezligi v0, tezlanuvchan harakat qilyapti, keyingi tezligi v bo'lyapti. Tezlik grafikida yuza yo'lga teng bo'lganligi uchun mana bu yuza trapesiya deyiladi. Trapesiyani yuzasini topish uchun asoslarini qo'shib ikkiga bo'lib, asoslarini qo'shib ikkiga bo'lib, balandligiga ko'paytirish kerak. Mana t ga ko'paytiryapmiz. Demak, o'sha holatda yuza yo'lga teng bo'lyapti. Keyingi holatda agar jismning boshlang'ich tezligi 0 bo'ladigan bo'lsa, aytib o'tganimizdek yana yuza yo'lga teng bo'ladi. Mana bu taraf bizga v ni bersa, asosi t ni beradi. Ko'paytirib 2 ga bo'lsa, yuzasi yo'lga teng bo'ladi. v taqsim 2 bo'ladi. Endi dastlabki tezligi v0 bo'lyapti. Tezlanuvchan harakat qilib keyingi tezlik v bo'lyapti. Mana bu yerda tezligi qanchagadir o'zgaryapti. O'sha tezlikning o'zgarishi v minus v0 bo'ladi. Delta v, ya'ni bizlarda bitta qoida ishlaydi. Tangens alfa, mana burchakda alfa desak, v minus v0 imiz delta v ga teng. Delta v taqsim t esa bizda nimaga teng? Tezlanishga teng. Demak, tezlik grafikida burchak tangensi tezlanishga teng. Bu ikkinchi qoida hisoblanadi. Demak, o'zi ikkita qoida bor. Tezlik grafikida yuza yo'lga teng birinchisi, ikkinchisi tezlik grafikida burchak tangensi tezlanishga teng bo'ladi. O'sha masalalarda jismning bosib o'tgan yo'lini toping degan masalalar keladi, grafikli masalalarda. Demak, o'sha grafik masala berilgan bo'lsa, tezlikning vaqtga bog'liq grafiki berilgan bo'lsa, bizlar yuzani hisoblab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Yoki burchakni berib qo'yib tezlanishini toping desa, o'sha tangens alfa tezlanishga teng bo'lib qoladi tezlik grafikida. Biz pastdagi yo'l formulalari bilan tanishib chiqdik boya. Endi bu yerda yana o'sha grafiklar bo'yicha isboti berilyapti. Bunga yana bir qarab chiqasizlar. Keyingi qismga e'tibor qaratamiz. Navbatdagi qismda endi xuddi shu narsa, faqat sekinlanuvchan harakatda tezlik grafiki berilyapti. Dastlabki tezligi v0 bo'lsa, mana bu qismdagi tezligi v bo'ladi. Mana bu shakl, boya eslatib o'tganimdek yuza yo'lga teng degan qoidaga ko'ra bu shakl trapesiya deyiladi. Trapesiyani asoslari v ga v0 ni qo'shib 2 ga bo'lib t ga ko'paytirsak, yuzamiz yo'lga teng bo'ladi. Bu demak, sekinlanuvchan harakat hisoblanadi. Endi sekinlanib borib jism to'xtaydigan bo'lsa, mana shu yuza yana yo'lga teng bo'ladi. Tormozlanish yo'li s teng 1 taqsim 2 v0 ko'paygan t bo'ladi. Bu sekinlanuvchan harakatda tezlik grafigi hisoblanadi. Demak, tezlik grafikida yana bir eslatib o'taman, yuza yo'lga teng. Endi tezlik ortsa tezlanuvchan harakat bo'ladi. v0 plus a qonuniyatga bo'ysunadi. Agar tezlik o'zgarmasa, bu tekis harakat hisoblanadi. Mana bu yerda tezlanish o'zgarmaydi, lekin 0 dan katta bo'lgani uchun tezlanuvchan harakat, chunki tezlik bir xilda ortadi. Mana bu yerda tezlanish 0 ga teng bo'ladi, chunki tekis harakatda tezlikning o'zgarishi delta v 0 bo'lgani uchun tezlanish ham nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Mana bu yerda a tezlanish o'zgarmaydi, lekin tezlanishi 0 dan kichik bo'ladi. Tezligi bir xilda kamaysa, bu tekis sekinlanuvchan harakat bo'ladi. Bu tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigi. Keyingi qismga e'tibor qaratamiz. Keyingi qismda tezlanish grafigi kelyapti. Mana tezlanishi o'zgarmayapti. A konstanta bo'lib turibdi, lekin 0 dan katta. Bu tekis tezlanuvchan harakat hisoblanadi. Mana bu yerda tezlanishi 0, chunki tekis harakat, demak tezlik o'zgarmagan, v konstanta bo'lib turgan. Demak, mana bu yerda a konstanta, a tekis
degan ma'noda keladi bu. Tezlanishning bir xilligini bildiradi, lekin tezligi kamayadi. Bu tekis tiklanuvchan harakat hisoblanadi. Endi tezlanish grafikida mana bu qism bu taraf vertikal a ni bersa, bu taraf t ni bersa, yuzasi delta v ga teng bo'lib qoladi. Chunki a teng delta v taqsim t edi formula. Men bu yerda yozaman. Mana a teng delta v taqsim t bo'ladi. Shu yerdan delta v miz a ko'paytirilgan t ga teng, ya'ni yuzaga teng bo'lib qoladi. Tezlanish grafikida yuza tezlik o'zgarishiga teng. Bu asosiy qoidalardan biri hisoblanadi. Demak, bugunga bizda bori shu. Yana bir bor eslatib o'taman. Fizikani noldan o'rganmoqchi bo'lganlar mavzuni yaxshi darajada tushunishi uchun bitta daftar tutib, qoidalarni konspekt qilib borish kerak. Bizni mavzu yuzasidan misollarimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bizga Telegram orqali murojaat qilasiz. Sizga veb-saytimizdagi testlardan foydalanishga imkoniyat beramiz va kurslarimiz haqida to'liq ma'lumot beramiz. Bizni kuzatib borishda davom eting. Omad siz va bizni tark etmasin. Hammaga rahmat.